Всем привет, men qadrli libinchiklarim. Bugun sizlarga juda ham arzon bo'lgan, lekin hayotingizda davomida tatib ko'rmagan ichimlik tayyorlashni o'rgataman. Ketdik. Kistati ko'zimga e'tibor bermisizlar. Hali ham og'rib, tuzalgani yo'q. Nima qilamiz endi? Kistati to'kilib ketganda. Bu ichimlik uchun bizga kerak bo'ladi bir dona kofe. Farqi yo'q qanaqa kofe bo'lishidan qat'iy nazar. Bokal kofeni olamiz. Agar shirinlikni ko'proq yaxshi ko'radigan odamlar bo'lsa, biror qoshiq shakar solsa ham bo'ladi. Biror qoshiq deyapman, bir osh qoshiq emas. Tabiiylarga qarab. Bunga jichchagina issiq suv quyamiz. To'la qilib qaynagan suv quyib bo'lmaydi, kofe kuyib qolishi mumkin, o'zining mazasini yo'qotadi. Asosiy fundament bu ichimlikda kofe. Endi kofe eriguncha aralashtiramiz yaxshilab. Yana suv quyamiz. Jichcha qilib suv quyishda davom etamiz. Boshim yuvilmagan, shuni ham gapirishinglar shart emas. Ko'zim og'riyotganiga ehtiyot qilib turibman. Baribir hozir yuvaman. Moliyalaganday bo'lib qolganmi? Bo'lib. Endi suvni quyamiz. To'la qilib yormaymiz. Bo'ldi, shu oxirgi suv quyishimiz, yaxshilab aralashtiramiz. Bu ichimligimizga 3 в 1 kofe bo'ladigan bo'lsa, vashcha zo'r chiqadi. Endi men bu aylanishni to'xtashini kutishimiz kerak. Xo'y, senda-chi zizi bormi? Menda bor. Endi buni ichib ko'rish kerak. Mana men sizlarga aytgan ichimlik tayyor bo'ldi. Bu ichimlik sizlarni kun davomida tetik bo'lib yurishinglarni ta'minlaydi. Bu ichimlikni hayotingiz davomida bir marta bo'lsa ham ichmasligingiz bu sizning katta aybingiz bo'ladi. Tavsiya qilaman, o'rtoqlar, ichib ko'ringlar. Perfect.